Tug'ilgan kunimga sovg'a, o'zimga mana sayohat, shovqin kesar quloqchin va adyol, legroom, parvoz menyusi, o'rindiq cho'ntagida shippak va suv. Shippaklar juda qulay. Thank you so much. Welcome on board. Uchoqda duty free, bu esa sayohat to'plami. Havo kemamiz ko'tarildi. Ko'ngil ochishning ming xil turi, oq uy vaqti, taroq, voya mahsulotlari, tish pastasi. Joyimga qaytib Sichuan usulida beef noodle birni berdim. Jamoat joyidan esa kunafani ham oldim. Ungacha joyimni ham tayyorlab qo'yishgan ekan, 10 ming metr tepada maza qilib uxlavordim. Safar kit bagini ichida nima bor edi? Balzam, jilet, Rexona, Copic, salfetka va taroq va yana tish pastasi. O'yin o'ynab ozgina kutgandim, nonushta vaqti bo'ldi. Qo'ziqorinli omlet, mevali assorti va yangi siqilgan apelsin sharbati, espresso must have. Parvozga necha baho berasiz?